Assalomu alaykum tomoshabinlar, obunachilar. Bugun 19-oktyabr 2025-yil Chust shahar markazida bugun yakshanba bozori azizlar, narxlar bilan birma-bir tanishib o'tamiz. Azizlar, obuna bo'lishni va like bosishni unutmanglar. Boshladik. Paket joxon nechi pul? 3700. Ha? 3700. 3700. Ola buğday nechi pul? 3,5 ming. Mana ro'paradagi 3,5 mingmi ben bu? Yaxshi. Yong'oq qanchadan ekan, opa? Yong'oqlasizmi? Yo'q, endi narxini bilasiz. Yong'oqlar 10 mingdan 20 minggacha yong'oq. Ro'paradagi nechi pul? Navbat qo'ygan. Bunaqilarmi? Ha. 16 ming bergan. 16 ming. Yasha. Ular sotilgan qolgan. O'y, salaf Endi anida. sotyapti. Qanchadan ketdi ular? Qanchadan sotyapsizlar? Yong'oqni. 16. 16 ming. Ish qilasiz. Ha. Tomoshabinlar, endi yong'oq bodom bozoriga ketyapman. Yong'oq nechi pul ekan? 15,5 bo'pti. Mag'izchi Ma'lumotlarni bilmadim, 35 dedingizmi? 35 ming. Yegan olasizmi? Ha, bir narxini bilaylik. Nechi kilo olasiz? Bilmasam nechi pul bu? Bu 25 ming 3,5 kilo yong'oq. Men 20 dan sotmadim. Oq mag'iz? Ha, mana. Bu yoqtirmaydigan. Mana bir aylanaychi. Hisobini. Mag'iz to'la. Kaçın ısırıyor. Olmalar nechi pul? Olma nechi pul olma? Olma 5 ming, ko'p olsa 4 naqa beraman. Men 5. 20 15 ga 2 kilo, 3 kilo olsangiz 20 ga beraman. Yong'oq nechi pul? Yong'oqsidan 15 ta. 15 ming. Mayizlar nechi pul? 55 ming, 60 minglik bor, 80 minglik bor. Ha. Tabii ne malzeme? Yo'q, jiddiy ham sotyapsiz. Jiddiy depam. O'lik nechi pul? Chiroyli ekan. Yo'q, men olmayman. Mana o'lik nechi pul? 35 ming aka. Nargischi. Nargischi. 35 ming ya. 35. Stolda
Olma neç pul ekan opa? Oğlum 3 kilosu 10 bin. 3 kilosi 10 ming. Unicha ro'para. Bu 6 bin. Kapağı 5 bin. 6 ming yashin. Fazla olmadı bu şaka. Keling ota. Ha. Hangi zaman sakın hoş geldin. Aka varziga yurgan Olma neç pul ekan? Yashildagi. Yashildagi, ha. Yaşıldaki ne yaptı? Kızıl Yash, ha, o'sha. 8 ming yashin. kızıl 8 bin. Mavur sevilen kız 5 bin. 5 ming. Ha.